Matematika darslari kanalining kuzatuvchilari, kursimiz qatnashchilari, bugun biz sizlar bilan 17-milliy sertifikat original baza savollarining yechimlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi savolimiz: tenglama nechta haqiqiy ildizga ega deyapti. Bu yerda kvadrat tenglamaning diskriminantini topsak, qo'ya olamiz. Diskriminantimiz x kvadrati minus 4 - 2 - 4. Demak, bu 25 ayrilgan 32. Manfiy chiqyaptimi? Manfiy chiqadigan bo'lsa, bu yechimga ega emas, bo'sh to'plam bo'ladi. Yechimlari yo'q. Ikkinchisi, tenglamaning haqiqiy ildizlari sonini toping deyapti. Buni quyidagicha yozib olaman. X kvadrat plus 2x taqsim 5x plus 2 ning qarz kvadrati deb yozib olsak bo'ladi o'sha. Teng ekan 9 taqsim 5 ga. Buni quyidagicha yozib olamiz endi. X minus 2x taqsim 5x plus 2 ning qarz kvadrati ayrilgan 2 ko'paytirilgan x ko'paytirilgan 2x taqsim 5x plus 2 shaklida yozamiz ekan. Shu 9 taqsim 5 ga teng bo'lyapti. Umumiy maxraj beradigan bo'lsak, bu 5x kvadrati burada 5x kvadrat qoladi. Bunga 5x plus 2 ni bersak, maxrajimiz 5x plus 2 ning qarz kvadrati minusdan 4x kvadrat taqsim 5x plus 2 shu teng ekan 9 taqsim 5 ga. Endi nima qilamiz bu yerda? Belgilashga o'tamiz. Ya'ni x kvadrat taqsim 5x plus 2 ni t deb belgilashga o'tsak, bu 25t kvadrat minusdan 4t minusdan 9 taqsim 5 teng 0 bo'ladimi shu yerda? To'g'rimi? Endi diskriminantni topamiz. Diskriminantimiz b kvadrat minusdan 4 amiz 25 simiz minus 9 taqsim 5. Hisoblaymiz endi. 16 plus bu bilan bu qisqarib ketsa 5 qolyaptimi? To'g'rimi? 20. 20 ga 9 ni ko'paytirsak 180. Bu 196 ekan. Qadrimiz 4 plus 196 dan 14 chiqadi. To'g'ri? Taqsim 50 ekan. Bu 18 taqsim 50 2 ga qisqartirsak 9 taqsim 25 ekan. T2miz endi bu minusdan 1 taqsim 5 ekan. O'rniga qo'yamiz endi belgilashga o'tgan joyimizga. X kvadrat taqsim 5x plusdan 2 miz teng bo'lyapti t, ya'ni 9 taqsim 25 ga. Keyingi holat x kvadrat taqsim 5x plus 2 miz teng bo'lyapti minus 1 taqsim 5 ga. Umumiy maxraj berib olamiz. 25x kvadrat proporsiya taqsimlasi. 25x kvadrat minusdan 45x minus 18 teng 0. Bunisi 5x kvadrat plus 5x plus 2 teng 0. Bunda diskriminant 0 dan katta, bunda esa diskriminantimiz 0 dan kichik ekan. Bunda ikkita yechim chiqyapti, bunda esa yechim yo'q ekan, bo'sh to'plam. Bizdan so'ralayotgan narsa nimani so'rayapti? Tenglamaning haqiqiy ildizlari sonini so'rayapti. Ildizlar soni ikkita chiqyapti. Qisqacha. Endi uchinchisi tenglamaning ildizlari yig'indisini so'rayapti. Diskriminant 0 dan kattami? Tamom, ildizlar yig'indisi 7 emasdan 4 taqsim 2. Natija 2 ekan. To'rtinchisi tenglama nechta haqiqiy ildizga ega deyapti. Buni ishlashda bitta ildizni bir tarafga o'tkazishimiz kerak va ikkala tarafni kvadratga oshirishimiz kerak. Ikkalasidan ham aniq narsa olishimiz kerak. X minus 2 katta yoki teng 0, 1 minus x katta yoki teng 0. Bu yerda biz aniqlanish sohadan ham javob topib qo'ysak bo'lar ekan. 2 dan katta lekin 1 dan kichik son bo'lgan, 2 dan katta 1 dan kichik bo'lgan son bormi? Yo'q. Bo'sh to'plam ekan. Mana tepadagi tenglamani ishlashimiz shart emas. Beshinchisi, tenglamaning ildizlari x1 va x2 bo'lsa, ildizlari mana shunga teng bo'lgan kvadrat keltirilgan kvadrat tenglamaning koeffitsientlari yig'indisini toping debdi bizga. Xo'p, ildizlarning yig'indisini yozib qo'yamiz. 6 taqsim 7 ekan. Ildizlarning ko'paytmasini yozib qo'yamiz. 1 taqsim necha? 7 ekan.
Bizga yangi kvadrat tenglama tuzishimiz kerak ekan. Shuni koeffitsiyentlar yig'indisi toping deyapti ekan. Bu yerda biz yangi kvadrat tenglamaning ildizlari 1 taqsim x1 kvadrati ekan. Keyingi ildizi 1 taqsim x2 kvadrati ekan. Shularni qo'shganda minus p chiqishi kerak ekan. Va ikkalasini ko'paytirganimizda q chiqishi kerak ekan. P bilan quni topamiz endi shu yerdan. Ketdi. Demak, p teng minus bu mahraj berganimizdan keyin mahraj x1 x2 ning kvadrati bo'ladi. Suratimizda x1 plus x2 ning qavs kvadrati minusdan 2x1 x2 paydo bo'ladimi? Hisoblab qo'yamiz endi o'rniga. Yig'indimiz 6 taqsim 7 kvadrati 36 taqsim 49. Minusdan ikkovini ko'paytmasi 2 taqsim 7 taqsim ko'paytmamiz 1 taqsim 7 kvadrati 1 taqsim 49. Bu mahraj berib 49 ni qisqartirib olsak bo'ladi. 36 minus 14. Natijamiz 22 ga teng ekan. Minus 6 ta minus bilan p'miz minus 22 chiqyapti. To'g'rimi? Endi quni topamiz. Qimiz ikkalasini ko'paytmasi. Q 1 taqsim x1 ko'paytirilgan x2 ning kvadrati ekan. Ko'paytmasi 7, 7 ning kvadrati 49. P chiqdi, Q chiqdi. Endi koeffitsiyentlar yig'indisi 1 minus 22 plus 49. 50 bo'lsa, bu 20 necha? 8 ga teng ekan javob. Javob. 6-si endi tenglamaning haqiqiy ildizlari yig'indisini toping deyapti. Agar u bitta bo'lsa, shu ildizni toping. Buni nima qilsak bo'ladi? Buni quyidagicha keltiramiz. X kvadrat plus 4 ni x plus 2 ning qavs kvadrati ayrilgan 4x deb yozsak bo'ladimi? Bo'ladi 100%. Taqsim x plus 2 ildizi x minusdan necha 2 ekan. Xo'p. Buni ko'paytiruvchiga ajratsak x minus 4 bilan x minus 1 ga ajraladimi? Mahrajni ko'paytiruvchiga ajratsak ildizi x plus 2 bilan ildizi x plus 1 ga ajraladi. Xo'p, endi mana 4x ni men 2 ildizi x ning kvadrati deb yozsak bo'ladi. Endi kvadratlar ayirmasi bo'yicha yoyamiz. Bir marta plusligini yoyaman. Bir marta minusligini yoyaman. Taqsim x plus 2 ildizi x plus 2 teng. Shu yerda qisqaradiganlari bor. X minus 4 ni ildizi x minus 2 ildizi x plus 2 shaklida yozamiz. X minus 1 ni ildizi x minus 1 ildizi x plus 1 shaklida yozamiz. Taqsim ildizi x plus 2 hamda ildizi x plus 1 ekan. Endi bu ikkalasi qisqarib ketadimi? Bizda qolyapti x plus 2 minus 2 ildizi x. Shu teng. Bular qisqarib ketdi. Xo'p, qavslab chiqaylik. Qavslab chiqqanimizda x to'g'rimi? Minusdan 3 ildizi x plus 2 qoladi. Bir tarafga o'tkazsak x lar qisqarib ketadi. Ildizi x teng 0, x'imiz nechi? 0 bo'lyapti. Tenglamaning haqiqiy ildizlarini toping. Agar u bitta bo'lsa, o'shani toping. 0 ekanda tenglamani. Endi 7-si aniq qanday qiymatida tenglama haqiqiy ildizga ega bo'ladi deyapti. Birinchi navbatda amiz 0 dan kattaroq teng bo'lishi shart. Xo'p, endi kvadratga ko'tarsak ikkala tarafda 25 minus x kvadratimiz a kvadratga teng bo'ladi. X kvadratni topsak bu 25 minus a kvadrat ekan. Kvadratdan har doim musbat son chiqishi kerak, yo'ni 0 dan kattaroq son bo'lishi kerak. Biz x kvadratimiz 25 minus a kvadratga teng. Demak, 25 minus a kvadrat 0 dan kattaroq teng bo'lishi kerak. Xo'p, a kvadratimiz 25 dan kichik bo'lsa,
ildiz oladigan bo'lsak, amiz -5 dan kichikroq, 5 dan kichikroq teng, lekin -5 dan kattaroq teng bo'lishi kerak. Va bizda a 0 dan katta bo'lishi kerakmi? Ikkalasini umumlashtiradigan bo'lsak, lekin 0 dan katta. Eng ko'p bo'yalgan sohamiz 0 bilan 5 ta oraligiga tushadimi? Javob. 8-si tenglama nechta haqiqiy ildiziga egallanyapti? Demak, bu geometrik progressiya. Birinchi qadrimiz x + 1 ning 2023-si. Hop, ikkinchi qadrimiz x + 1 ning 2022-si va x - 2. Buni topsak bo'ladi. Buni ikkalasini bo'ladigan bo'lsak, bu x - 2 taqsim x + dan 1 bo'ladi quvimiz. Mana shu. Qadlar soni nechta? Qadlar soni nimaga qaraymiz? 1 2023, 22, 21 va hokazo bunday 1 bilan tugayapti, yana bitta 0 qatnashyapti. Bu degani 2024 ta hali bor ekan. Va o'shalarda yig'indisi 0 ga teng ekan. Geometrik progressiya uchun qadlar yig'indisi 1. Buni endi -1 taqsim bu -1. Esenimiz 0. Va birimiz x + 1 ning darajasida 2023. Quvimiz nolga teng bo'lishi uchun suratimiz 0 ga teng bo'lishi kerakmi? Alohida 0 ga tenglaymiz. Ya'ni x + 1 ning darajasida 2023 ni 0 ga tenglaganimizda x'imiz -1 kelib chiqadi bittasi. To'g'rimi? Endi keyingi esimizga qaraymiz. x - 2 taqsim x + 1 ning darajasida 2024 ayrilgan birimizdan 0 ga teng bo'lishi mumkinmi? Bu holatda x - 2 taqsim x + 1imiz bir marta 1 ga teng bo'ladi, bir marta -1 ga teng bo'ladi. Xo'p, 1 ga teng bo'lganda adashmasam bo'sh to'plam. -1 ga teng bo'lganda ishlaymiz. x - 2 teng -x -1 ekan. 2x'imiz 1 ga teng, x'imiz 1 taqsim 2 ga teng ekan. Bu yerdagi x'imiz -1 bo'lmaydi. -1 bo'lishi mumkinmi? -1 bo'ladigan bo'lsa 0 0 nollargacha 0 keladi. Lekin o'xshamay qoladi. Demak, nechta ildizga bor ekan? Bitta faqat 1 taqsim necha 2 ekan. O'sha uchun bo'ladi. Endi 9-si tenglamaning haqiqiy ildizlar ko'paytmasini topib. Hisob chiqadigan bo'lsak, bu x kvadrat minus 6x plus 9 plus 3x teng ildiz osti x kvadrati minus 3x plus 7 qo'shilgan 22 ekan. Biz ildizdagi o'xshatishimiz kerak mana bu yoqdagi sonlarni. X kvadrat minusdan 3x plus 7 qo'shilgan 2 shaklda yozib olsak bo'ladimi? Teng x kvadrat minus 3x qo'shilgan 7 qo'shilgan 22. O'xshash mana darajasi kichik ildiz osti. Demak, ildiz ostida x kvadrat minus 3x plus 7 ni men t deb belgilayman. Shunda bu t kvadrat plusdan 2 teng t plus 22 ga teng bo'ladimi? Bir tarafga o'tkazadigan bo'lsak, alohida 0 ga tenglab ishlaydigan bo'lsak, bu ko'paytuvchiga ajraladi. T minus 5 bilan t plusdan 4. Alohida 0 ga tenglasak 5 bilan nech chiqadi? Minusdan 4 chiqadi, to'g'rimi? Endi minusdan 4 yechim bo'lmaydi, chunki ildizning tagida minus chiqmaydi. Biz 5 ga tenglab ishlaymiz. X kvadrat minusdan 3x plus 7 ni tenglaymiz ekan 5 ga. Kvadratga ko'tarsak 25 bo'ladimi? 25 ni yo'q ayirishga o'tkazamiz, minus 18 bo'ladi. Ko'paytmasi 18, yig'indisi 3.
6 bilan 3 ga ajraladi. X minus 6 hamda x minus 3. Alohida nolga tenglasak 6 bilan minus 3 bo'ladi ekan yechim. Haqiqiy ildizlar ko'paytmasini so'rayapti. Ko'paytirilgan minus 3. Natija minusdan 18. Ajoyib. 10-si. Eksamenin ichida 8. 10-si. Agar x1 va x2 sonlari tenglamali ildizlar bo'lsa, shuni toping debdi. 7 termasini yozib qo'yamiz. Yig'indimiz minus 9 taqsim 2 mi? Ko'paytmamiz 5 taqsim 2 mi? Bizdan so'ralayotgan narsa 1 taqsim x1 ning kvadrati plus 1 taqsim x2 ning kvadrati. Uni mahraj bersak, suratda x1 ning kvadrati plus x2 ning kvadrati taqsim x1 ning kvadrati x2 ning kvadrati bo'ladimi? Endi suratni keltirib olaman. Buni x1 plus x2 ning qavs kvadrati ayrilgan 2x1 x2 shaklida yozsak bo'ladi. Mahrajimiz x1 x2 ning qavs kvadrati ekan. Endi o'rniga qo'yamiz. Yig'indimiz minus 9 taqsim 2 kvadratga ko'tarsak 81 taqsim 4 minus 2 ga 5 taqsim 2 ni ko'paytirsak 5 taqsim ko'paytmamiz 25 taqsim 4 ekan. Umumiy mahraj beramiz bunga 4 tadan 81 dan 20 ni ayirsak 61 taqsim 25 qoladi ekan natijamiz. Javob. Demak, 11-misol tenglamalar sistemasidan x plus y taqsim zni toping deyapti. Bu holatda nima qilsak bo'ladi? Bu holatda qavslarni bo'lib olsakchi. Tamam. X plus y ning x plus z ga nisbati teng ekan 108 taqsim 120 ga. Yoki x plus y ning y plus z ga nisbati 108 taqsim 60 ga. Xo'p. Keyingi holda x plus z ning y plus z ga nisbati 2 ga teng. O'n birinchi savol bo'laveramiz. Bo'lganimizda birinchi ifodani ikkinchi ifodaga bo'lsak x plus y taqsim x plusdan z teng ekan 108 taqsim 120 ga. Ikkinchisini uchinchisiga bo'lsak x plus z taqsim y plusdan z imiz teng bo'lyapti 120 taqsim 60 ga. To'g'ri? Bu yerda x plus y taqsim x plusdan z imiz teng ekan 108 bilan 120 nechaga qisqaradi? 12 ga qisqartirsak 9 taqsim 10 bo'ladi. Bunda x plus z taqsim y plusdan z imiz 2 ga teng bo'ladi ekan. Proporsiya qilamiz. 10x plusdan 10y teng 9x plusdan 9z ham x plusdan 10y imiz teng bo'lyapti 9z ga. Bu yerdachi x plus z imiz teng ekan y plus 2z ga. X imiz y plus z ga teng bo'lyapti. Bo'ldi, o'rniga qo'yamiz endi. Xo'p, x o'rniga x imizni topsak mana bu yerdan x imiz teng 9z minus 10y bo'ladi. Endi o'sha 9z minus 10y ni tenglaymiz 2y plus z ga. Va bu yerdan 8z imiz 12y ga chiqadi. Z imiz 4 ga qisqartirsak 3 taqsim 2 y ga teng bo'lyapti z. Endi z o'rniga qo'yamiz, x topib olamiz.
x'imiz 9 ko'paytirilgan z, z'imiz 3 taqsim 2 y ayrilgan 10 y teng. Uni xaraj bersak, 27 dan 20 ni ayirsak 7 y taqsim 2 chiqdi. Tushunarli? Endi bizdan so'rayapti x plus y taqsim z ni so'rayapti. X joyiga 7 y taqsim 2 plus y taqsim z, z joyiga 3 taqsim 2 y. Umumiy xaraj bunga ikkitadanmi? Bu 9 y taqsim 2 taqsim 3 y taqsim 2 bo'ladi. Ikkilarni qisqartiradigan bo'lsak, natijamiz 3 ga teng bo'ladi ekan. Ajoyib. 12-si tenglama nechta haqiqiy ildizga ega? Xo'p, qiyoslashaveradigan bo'lsak, bu x ning kuni minusdan 2x kvadrati plus 4x teng 2x plus 1 ga teng bo'lyaptimi? Hammasini bir tarafga o'tkazsak, x kubi minus 2x kvadrati plus 2x ayrilgan 1 teng yo'l bo'ladimi? Mana bu ikkalasini kublar bo'yicha yozsak, kublar ayirmasi bo'yicha x minus 1 x kvadrati plus x qo'shilgan 1. Bu ikkalasidan endi minus 2x ni qolosdan tashqariga chiqarsak x minus 1 bo'ladimi? Ko'paytiruvchi x minus 1 ni chiqarsak x kvadrat minus x plusdan 1 qoladi va ularni alohida nolga tenglaymiz. X tenglik 1 chiqadi. Bu yerda ishlasam diskriminantimiz noldan kichik. Diskriminant noldan kichik bo'lgandan keyin bo'sh to'plam bo'ladi. Shimlarimiz faqat 1 ekan. Bitta sajam. 13-si tenglamaning haqiqiy ildizlari yig'indisini toping. Agar u bitta bo'lsa, o'sha ildizni toping deyapti. Ildiz osti x ni biz mana shu yerda t deb belgilashga qilaylik, o'zimizga oson bo'ladi. X'imiz shunda t ning kvadrati bo'ladimi? X ildiz osti x demak t ning kubi ekan. Minusdan 4 t ning kvadrati plus 3t 4 t ning kvadrati minusdan 16t plusdan 12 ekan. Bu yoqdan t ni qiyosdan tashqariga chiqaraylik qani? T kvadrat minusdan 4t plus 3 hosil bo'ladi. Bu tarafdan 4 ni qiyosdan tashqariga chiqarsak t kvadrat minus 4t plus 3 hosil bo'ladi. Endi bu ikkalasini qisqartiraman va 0 ga tenglayman. T kvadrat minus 4t plus 3 ni 0 ga tenglasak, qisqarib ketgandan keyin t'miz 4 bo'lib qoladimi? Mana bu yerdagi tenglamani ishlaydigan bo'lsak, bu tenglamamizdan ko'rinib turibdi. T'miz 3 hamda t'miz necha? 1 ga teng bo'ladi ekan. T3, T1 va 4. Endi belgilashayotgan joylarimizga qo'yamiz. Ildiz osti x'imiz 3 bo'lganda x'imiz 9. Ildiz osti x'imiz 1 bo'lganda x'imiz 1. Ildiz osti x'imiz 4 bo'lganda x'imiz 16. Hop, yig'indisini so'rayapti endi 1 plus 9 plus 16. Natija 26 ekan. Ajab. 4-si tenglamalar sistemasi nechta haqiqiy juftligiga ega? Buni bu tarafga ayiruvchi o'tkazsak, 36 ga teng bo'ladi. Demak, x minus y bilan x plus y ni ko'paytmasi 36 ga teng ekan. Tepadagi tenglamadan ikkala tarafni kvadratga oshiramiz. Kvadratga oshirganimizda x plus y plusdan 2 ko'paytirilgan ildiz ostida ikkalasining ko'paytmasi x kvadrat minus y kvadrat bo'ladi va plus x minus y. Keyin y ning nimasi kvadrat bo'ladimi? Y'larimiz qisqarib ketdi. 2x plus 2 ko'paytirilgan kvadratlar ayirmasi 36 mi? Bu ildizning tagida 36 bo'ladi ekan, ana o'rnab qo'yamiz buni o'rniga. Teng y kvadratiga. Demak, 2x plus 12 imiz y kvadratga teng bo'lyapti.
y kvadratni o'rniga biz 2x minus 12 ni qo'yamiz mana bu yerga. X kvadrati teng 2x plus 12 qo'shilgan 36. Chap tarafga o'tkazsak x kvadrat minus 2x minusdan 48 teng ekan bo'lganmi? Va bu yerdan ko'paytirishga ajratib topsak x'imiz 8 chiqadi, x'imiz minusdan 6 chiqadimi? Endi hop x'imiz 8 va minus 6 chiqdi. Endi y topamiz mos ravishda. Y kvadratimiz bizda 2x plus 12 edi-ku. X o'rniga 8 ni olib qo'yamiz. X ni o'rniga 8 ni olib qo'yganda y kvadratimiz teng 16. 16 ga 12 ni qo'shsak 28 bo'lyapti. Bu yerdan y'imiz plus minus ildiz 28 ekan. Endi x ning o'rniga minus 6 ni qo'yamiz. Minus 6 ni qo'yganda y kvadrat 0. Y'imiz 0 chiqyapti. Xo'p, tepaga qaraydigan bo'lsak, mana bu y'imiz har doim musbat bo'lishi shart ekan. Musbat bo'ladigan bo'lsa, yechimlarimiz 8 da ildiz 28 hamda 0 da yo'q, minus 6 da 0 bo'ladi ekan. Endi x'imiz minus 6 da y'imiz 0 bo'lishi mumkin emas. Mana x minus y dan katta bo'lishi. Yechim bitta ekan. Demak, bu holatda bitta yechim bo'lyapti. Ya'ni 8 va 28 ekan. To'rtinchisi qisqa javob. 15. Tenglamaning haqiqiy ildizlari yig'indisini toping debdi. Bu yerda umumiy ko'paytiruvchi 3 ni chiqaramiz. Ya'ni xullas ildizlarga o'xshatishimiz kerak edi. Shuni qovusdan tashqariga chiqarganimizda x kvadrati plus 5x va plus 1 qolishi kerak. Lekin qovusni ochganda 3'imiz yo'qolib ketishi uchun 3 ni olib qo'yaman. Teng emas plus 2 ildiz ostida x kvadrati plusdan 5x plusdan 1. Shu teng ekan 2 ga. Endi mana buni biz t deb belgilaymiz. Bu biz nima bo'ladi? T ning kvadrati bo'ladi. Ko'rinishi 3t kvadrat plusdan 2t minusdan 5 teng ekan 0 ga. Diskriminantni t1 ekini topish kerak. Yoki hop, qaraymiz. Diskriminantni topib qo'yaylik hozir birga o'tamiz bu yo'lni. Diskriminantimiz 4 plusdan 60, to'g'ri? 64. T1imiz minus 2 plusdan 8 taqsim 6. Bundan 1 chiqyapti. T2imiz minus 5 taqsim 3 ekan. Endi belgilash kerak joyimizga qo'yamiz. Ya'ni x kvadrat plusdan 5x plus 1 ni biz nima deb belgiladik? T deb 1 chiqdi bittasi. Yangi minus 5 taqsim 3 bo'lganda u yechim bo'lmaydi. Kvadratga ko'tarib yuboradigan bo'lsak va soddalashtirsak 0 bo'ladimi? Umumiy ko'paytuvchi x ni qovusdan tashqariga chiqarib, alohida 0 ga tenglaydigan bo'lsak 0 bilan minusdan 5 ga teng ekan yechimimiz. Haqiqiy ildizlar yig'indisini so'rayapti. Minusdan 5. Ajab. O'n oltinchisi tenglamaning butun bo'lmagan haqiqiy ildizlari sonini so'rabdi ekan. Butun bo'lmagan. Umumiy maxraj berib yuborsak ham bo'lar ekan yoki irratsionallikdan qutqarsakchi. Farqi yo'q, ikkalasi bir xil narsa. Bunga x minus ildiz ostida x kvadrat plus x ni ko'paytiramiz. Bunga esa x plus ildiz ostida x kvadrat plus x ni ko'paytiramiz. Ko'paytirganimizda bu 4x minus 4 ildiz ostida x kvadrat plus x hosil bo'ladimi? Minus 1 ni ko'paytirsak minus x minus ildiz ostida x kvadrat plus x hosil bo'ladi ekan. Taqsim ikkalasini ko'paytmasi kvadratlar ayirmasi. X ning kvadrati minus ildiz ostida x kvadrat plus x ning mana kvadrati ekan. Shu teng ekan nechiga? 3 taqsim x ga. Xo'p. Soddalashtirsak suratini
3x minus 5 ildiz ostida x kvadrat plus x bo'ladimi? Taqsim. Bu bilan buni qisqartirib yuborsak, qo'l ochganimizdan keyin minusdan x qoladi makrajda. Shu teng 3 taqsim x ga. Xo'p, x lar qisqarib ketdi. X lar qisqarib ketgandan keyin bizda qolyapti 3x minusdan 5 ildiz osti x ning kvadrati plus ximiz minus 3 ga teng ekan. Hop, minus 3 ni chap tarafga o'tkazsak, ildizni o'ng tarafga o'tkazadigan bo'lsak, bu 5 ildiz ostida x kvadrat plus x qoladimi? Endi ikkala tarafni bir vaqtda nima qilishimiz kerakmiz? Kvadratga oshirishimiz kerak. Kvadratga oshirsak bu 9x kvadrati plus 18x plus 9 bo'ladimi? Buni kvadratga oshirsak 25x kvadrat plus 25x bo'ladi. Hammasini chap tarafga o'tkazaman. O'tkazsam 16x ning kvadrati plusdan 25 dan 18 desak 7x minusdan 9 teng ekan 0 ga. To'g'rimi? Qaraymiz. 16 ga minus 9 ni qo'shsak 7. Shuni o'zini beryaptimi? Demak, birinchi ildizimiz minus 1 ekan. Keyingi ildizimiz 9 taqsim 16 ekan. Xo'p. Bizdan so'rayapti, minus 1 qanaqalantiradimi? Minus 1. Qanaqalantiradi? Haqiqiy ildizlari butun bo'lmagan ildizlar soni butuni minus 1, butun bo'lmagani 9 taqsim 16 ekan. 17-si tenglamaning ildizi 2025 dan qanchaga kam? Xullas, net chiqish kerak? 2 chiqish kerak ekanda. Ximiz minus 1 mi? Shunisiga qarab topadigan bo'lsak, ximiz minus 1 ekan. Balki minus 2 mi? Yo'q, minus 2 ni qo'yadiganimiz bu katta. X o'rniga minus 1 qo'ysak bu 0 bo'ladi. X o'rniga minusdan 1 ni qo'yadigan bo'lsak bu yerga 1, 2 ko'paytmasi 2 chiqadi. Va tenglamaning yechimi hozir minusdan necha 1 chiqyapti. 2025 dan qanchaga kam deyapti? 2025 dan ayiramiz minus 1 ni. 2026 ga kam bo'ladi ekan. Hop, 18-si tenglamaning manfiy ildizi x 0 bo'lsa, mana shuni qiymatini so'rayapti. Manfiy ildizi. Yoki qavsni ochib chiqish kerak bu yerdan. Tepadagida ham qavsni ochib chiqsak bo'ladi biz. Qavs ochamiz. X plus 2 ga x kvadrat minus 12 ni ko'paytiraman. Ko'paytirganimda x ning kubi minus 12x plus 10x ning kvadrati minus 120 qolam minusdan qavsida. X minus 12 ga x kvadrat plus 10 ni ko'paytiraman. X ning kubi plusdan 10x minus 12x ning kvadrati minus 120 qoldi. Shu teng 2420 ga. Qavsni ochadigan bo'lsak, minus 12x qatlarga yozib xlar nolga aylanib ketadi. Minusdan 22x bo'ladi. X kvadratlarimiz plus 22x ning kvadrati bo'ladi. Minus 120 larimiz 0 ga aylanadi ekan. Shu teng ekan 2420 ga. Biz bu yerdan minusdan 22 ni qolsan tashqariga chiqarsak, x minus x kvadrat teng 2420 ga qolyaptimi? 22 ga bo'lib olamiz. Bo'lib olsak, x minus x kvadrat teng. Xo'p, 24 ni 22 ga bo'lsak, bitta 110 ekan. o'ng tarafga o'tkazsak, bu tarafga o'tkazadigan bo'lsak, ko'paytmasi minus 110, yig'indisi 1.
Bu x minus 11 bilan x plus 10 ni beradi. Alohida nolga tenglasak, yechimlarimiz 11 bilan minusdan necha? 10 ekan. Manfiy ildizda x0 bo'lsa, demak x0imiz minus 10 ekan. Bizdan so'rayapti 2x0 qo'shilgan 2025 nimaga teng deyapti. Bu minusdan 20 bo'ladi, o'shanga 2025 ni qo'shamiz. Natijamiz 2005 ga teng ekan. Javob. Xo'p, 19-chi endi tenglamaning nechta haqiqiy ildizi mavjud debdi. Xo'p, buni modulda ochishimiz kerak. Buning uchun modulning yo'l nuqtalarini topib olamiz. Modulning yo'l nuqtalari 0 va 1 ekan. O'zgarmasi yo'q. Shuni demak, birinchi oraliq, ikkinchi oraliq hamda uchinchi oraliq. Birinchi oralig'imiz x'imiz 0 dan kichik. 0 dan kichiklar qo'yganda ikkalasi manfiy chiqadi. 2x kvadrat minus 6 taqsim x minus x plus 1 teng minus x qo'shilgan necha 3 bo'ladimi bu? Ko'paytirib olsak 2x kvadrat minus 6 teng bo'ladi shunda. X kvadrat minus 4x plus 3 bo'ladimi? Hammasini chap tarafga o'tkazsam x kvadrat plus 4x minusdan 9 teng 0 bo'ladi. Bu yerda diskriminant topamiz. Diskriminant topganimizdan keyin qaraymiz. 16 plus 36 52 bo'lyapti. Demak, x birimiz teng minus 4 plus minus ildiz osti 52 taqsim 2. Bitta yechim bitta manfiy minusdan 4 minus ildiz osti 52 taqsim 2 bo'ladi. Shu manfiy yechim bo'lyapti. Endi mana shunisi 0 dan kichikmi? Kichik. Xo'p. Nechta haqiqiy ildiz mavjud? Nechta haqiqiy ildiz debdi-ku. Xo'p. 0 dan kichik. Bunisi 0 dan katta olmaymiz. Bitta chiqibdi hozircha. Endi ikkinchi oralikni ko'ramiz. Ikkinchi oralikda x'imiz nima? 0 dan katta, lekin 1 dan kichik. Bunda bu manfiy, ikkinchisi musbat bo'ladi. Ya'ni 2x kvadrat minus 6 taqsim manfiy bo'lgandan keyin bu minus x plus 1 teng x plus 3 bo'ladi. Ko'paytiruvchiga o'tkazamiz. O'ng tarafga. O'tkazganimizda bu minusdan x ning kvadrati minusdan 2x plus 3 bo'ladi. Bu tarafga o'tkazsak hammasini x kvadrat plus 2x minusdan 9 bo'ladimi? Teng ekan 0 ga. Va bu yerdan diskriminant topadigan bo'lsak 4 plus 108 122 x 1 2miz minus 2 plus minus ildiz osti 122 taqsim 6 bo'lyapti. 0 bilan 1 oralig'idagi yechim chiqishi kerak. Manfiy bo'lmaydi, musbatini ko'ramiz. 122 dan necha chiqadi ildizda? 11 bo'lsin. 11 dan 2 ni ayirsak 9 9 oldi bo'lsak 1 dan katta. Bunda bo'sh to'plamaydi. 0 bir oralig'ida yechim yo'q. Ve 3-chi oralig'imiz x'imiz 1 dan katta bo'lganda hammasi musbat bo'lib ochiladi. X minusdan 1 teng bo'lyapti x plus 3 ga. Ko'paytirib olsak buni 2x kvadrat minus 6miz teng ekan x ning kvadrati plus 2x minusdan 3 ga teng bo'ladimi? Soddalashtirsak x kvadrat minus 2x minusdan 3 teng 0 bo'ladi bu yerda. Bu yechimimiz x minus 3 bilan x plus 1 ga ko'paytiruvchiga ajraladi. Alohida 0 ga tenglasak 3 bilan minusdan 1 ekan. Bizga 1 dan katta yechim bo'lishi kerak. 3 ekan. Demak, yechimlarimiz bu yerda 2 ta ekan. Jami 3 bilan minus 4 minus ildiz osti 52 taqsim 2.
20-si tenglamani yeching debdi. Xo'p. Bu ikkalasini maxraji bir xil. Bu ikkalasini hisoblaydigan bo'lsak, x minus 1 taqsim x minus 1 bo'ladi. Minus x minus 1 taqsim x minus 1imiz teng ekan 3 ga. Xo'p, bu yerdan x minus 1 taqsim x minus 1imiz 2 ligiga kelib chiqadi. Xo'p, x topib qo'yamiz endi. 2x plus 2. X'imiz teng minus 3 ga. Tenglamaning yechimi minus 3 ekan. Javob. Agar xato va kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr, noqulayliklar uchun uzr so'raymiz. Chunki ozgina hozir mazza yo'q, gripp, yo'tal. Xullas, yaxshi ko'tamiz.